bizning bu ojizlik ila, xokisorlik ila, gunohlarimizdan qo'rqqan holda, bo'yinlarimizni ekkan holda, qalblarimizni huzun egallagan holda, ya Alloh, o'zingga ojizlik ila xalqimiz bilan aytgan 10 milliarddan oshiq istig'forimizni 100 milliarddan ziyod istig'forlar, behisob istig'forlar o'rnida qabul ayla, ya Alloh. Parvardigor olam, ag'ithna, ya Alloh, yomg'ir yog'dirgin, ya Alloh, yomg'ir yog'dirgin, ya Alloh, yomg'ir yog'dirgin, ya Alloh. Havomiz iflos bo'lgan bo'lsa, qalbimizning kirligidandir. Avvalo qalbimizni poklagin, so'ngra havomizni musaffo qilgin. Ya Alloh, qalblarimizni tozalagin, havoyimizni tozalagin, gunohlarimizni tozalagin, ya Alloh. Parvardigor olam, butun jamoat ila, o'zingning muxlis bandalaring ila, xokisorlik ila qo'llarimizni senga ko'tarib, Rasuling sallallohu alayhi va sallamga ergashgan holda, u zotning sunnatlarini ihyo qilgan holda, salatul istisqodan so'ng, uning xutbasidan so'ng, tahvili ridoni sunnatga ergashib qilgandan so'ng, duoga, istig'forga qo'limizni ochib o'zingdan so'rayapmiz. Ya Alloh, biz gunohkor va ojiz bandalaring, sening rahmatingga, avfinga, lutfu marhamatingga muhtojmiz. Bizlarni kechirgin, ya Alloh. Bizlarni avf etgin, ya Alloh. Biz bandalarimiz, gunohga moyil bandalaringni kechirgin, ya Alloh. Bizga yomg'ir bergin, yomg'ir yog'dirgin, hosilimizga baraka bergin, xalqimiz rizqini butun qilgin, davlatimizni ustun qilgin, davlat rahbarimizni xayrli ishlarga madadkor bo'lgin, muftiy hazrat boshliq ulamolarimizni islomda jonboz qilgin, islomda shijoatli aylagin, qilayotgan solih amallarda o'zing yordamchi bo'lgin. Har bir bandang, ya Alloh, istig'for aytdi va aytmoqda. Ularning dillaridan istig'forlarini qabul ayla, ya Robbil alamin.